Bu video murojaat ayrim muxlislarga bag'ishlanadi. Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntiraman. Qur'a natijasidan so'ng raqiblarimiz aniq bo'ldi. Ha, to'g'ri, raqiblarimiz juda ham nomdor, kuchli va juda ham jiddiy. Lekin bu futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Va bunaqa paytda normal muxlis o'z vatani sha'nini himoya qiluvchi terma jamoaga muxlislik qiladi. Bo'lib ham birinchi marta mundialda ishtirok etayotgan bo'lsa. Lekin Qur'aga oid ayrim videolar kommentini hech o'qib ko'rdingizmi? Portugaliya O'zbekistonni yevoradi. O'zbekiston guruhda qolib ketadi. Biznikilar aqib qo'shadi va hokazo va hokazo. Kommentda futbolchilarimizni pastga urib, xuddiki O'zbekistonni bir 18-asrda qolib ketgan davlatda yozishmoqda. Yana nima deydi? 48 ta terma jamoa bo'lgani uchun biznikilar jahon chempionatiga chiqdi, bo'lmasam chiqa olmasdi deb yozishmoqda. Shunaqalarga hayron qolasan kishi. Nima qilish kerak? 48 ta terma jamoa bo'ldi deb mundialga chiqmay qo'yaverish kerakmi? Shuncha yil harakat qilindi. Harakat qilingan joyda har qanaqa ish bir kun kelib albatta amalga oshadi. Bir paytlar orzu bo'lgan, xayolidagi ishlar endi amalga oshadigan bo'lib turibdi.